Hukmdorim, hilol ko'rinibdi. Ramazon sharif kiribdi. Bizni bu rahmat oyiga yetkazgan Robbimizga shukrlar bo'lsin. Amin. Allohim, bu Ramazon sharifda bizni xushnud ayla, g'azab va azoblaringdan uzoqlashtir. Amin. O'z karaming bilan ro'zangni komil ado etishimizga kuch-quvvat ber. Bizni hifz-u himoyangda saqla. Amin. Barcha mo'minlarga rizq ber. Barcha mazlumlarga najot ber. Barcha nochorlarga chora ber. Barcha xastalarga shifo ber. Amin. Ularni har ishlarida sirot mustaqimdan ayirma. Amin. Allohim, Ramazonning boshiga qovushganimizdek, nasibang bilan nasibalanishimizni nasib ayla. Ramazonning oxiriga qovushganimizda bizni gunohlaridan poklangan qullaringdan qil. Amin. Bizni siddiqlaring, solihlaring yo'lidan ayirma. Allohim, gunohkor bandalaringmiz. Gunohlarimizni, xatolarimizni o'zing kechir, Allohim. Amin.